İşlerimiz zo'r ketyapti. Zo'r, alhamdulillah. Ana Qancha insonlarga yaxshi yordam bo'lyapti. qancha buni orqasida mehnat bor, qancha gruppalar ochildi, qancha kanallar ochdim. Telegram, WhatsApp hammasidan kanal ochdim. Bir muhtojni joniga orom kiryapmiz. Ko'p pullar tushyapti. O'shani tinchgina 50-50 qilib, qolsang ham bilmaydi. Shu 50gini olib borib berib, mana shuncha pul tushdi. Keyin mana sizga desa qancha xursand bo'ladi. O'shani o'zimiz bundoq arra qilib yuboraylik. Ha. Sen bu ishni nima uchun qilyapsan? Alloh uchunmi? Hozir odamlarga aytganda ozgina bo'lsa ham xursandchilik kirgizay deb xizmat qilyapsan. Aka xursand bo'ladi shundoq. Qaysidir inson o'lim to'shagida yotdi. Qaysidir inson ota-onasidan ayrilib yetimlik holatida yotdi. Ularning haqqini bugun yersan, ertaga yeysan. Vaqt shunchalik tez o'tadiki, ertaga oxiratga borganda yo qabrga borganda Allohning alamli azoblari kelganda qanday chidaysan buni? Mana shu blogerlikni Alloh taolo sen bilan bizga ne'mat qilib berganmi? Ki mana shuni yaxshilik yo'lga ishlataylik. O'zimizni rizqimizni boshqa yerdan olaylik, mana shu muhtojlarga tek qo'yaylik. Ayrim insonlar borki, miskinni haqqini o'ziga kasb qilib olgan. Mana shu videomizni boshqalarga ham tarqatib qo'ying. Gap egasini topadi.